Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Central Asia University rivojlanishining yangi bosqichiga chiqmoqda. Biz kampusimizni kengaytirmoqdamiz va yangi ta'lim muhitini yaratmoqdamiz. Zamonaviy, texnologik va har taraflama puxta o'ylangan. Ana endi azizlar, CEU yangi kampus bo'ylab sayohat qilsak, marhamat. Bu talabalar har kun o'qiydigan, loyiha ustida ishlaydigan, dam oladigan va rivojlanadigan makon qanday bo'lishini ko'rish imkoniyati. Hozir ko'rayotganingiz bu shunchaki yangi binolar emas. Bu universitet rivojining yangi bosqichi, yangi miqyos, yangi daraja, yangi CEU. CEU muhandislik va arxitektura maktabining yangi kampusiga xush kelibsiz. Deyarli 31 ming kvadrat metr 5 qavat bu yerda kelajak muhandislari, arxitektorlar va dasturchilar o'qiydi. Loyihalar qiladi, tadqiqotlar qiladi va yaratadi. Bino o'quv-xonalari, laboratoriyalar, coworking va loyiha zonalarini o'z ichiga oladi. Bu yerda quyidagi amaliy yo'nalishlar jamlangan bo'ladi. Robototexnika, texnologiya, kiberxavfsizlik, 3D modellashtirish va prototiplash, biomeditsina yechimlari, embedded system va IoT. Siz ko'rib turgan bu joy laboratoriya bo'lib, zamonaviy muhandis uchun o'z g'oyalarini amalga oshirish va jamoa bilan ishlash uchun barcha sharoitlari mavjud. Infratuzilmaga 20 dan ortiq kompyuter va sanoat robototexnika laboratoriyalari kiradi. Muhandislik maktabining yangi hududi loyihalar, tadqiqotlar, jamoaviy ish va talabalar tashabbuslari markaziga aylanadi. Biz turgan hudud ko'rgazmalar uchun mo'ljallangan bo'lib, talabalarning ishlari doimiy ravishda bu yerda ko'rsatib boriladi. 3-qavatda arxitektura va dizayn maktabi joylashadi. Bu yerda ijod, muhandislik aniqligi bilan uyg'unlashadi. Talabalar quyidagi laboratoriyalarda o'z g'oyalarini ishlab chiqadi va sinovdan o'tkazadi. 3D printer, geodeziya, qurilish fizikasi, konstruksiya va materiallarni sinash laboratoriyalari. Bu imkoniyatlar kelajak arxitektorlar va dizaynerlari barqaror qurilish, ilg'or materiallar va innovatsion texnologiyalarni o'rganish imkonini beradi. Bu yerda zamonaviy muhandis uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Kutubxona sukunatidan tortib, ochiq tajriba maydonlarigacha, individual muhitdan tortib, jonli jamoaviy ishgacha. Asosiy tamoyil ergonomika, auditoriyalar va laboratoriyalarning qulay joylashuvi, navigatsiya, yorug'lik, dam olish zonalari va qulaylikni ta'minlaydigan barcha elementlar. Har bir talaba uchun 50 kvadrat metrdan ortiq maydon. Bu shunchaki ko'rsatkich emas, balki kampus arxitekturasining asosiy prinsipi. Hech qanday cheklovlarsiz va ortiqcha yuklanishsiz. Hammasi talabalar erkin o'qishi, ishlashi va dam olish uchun yaratilgan. Yangi kampusimizda nafaqat o'quv-xonalari va laboratoriyalar, balki dam olish zonalari va ichki bog'larga alohida ahamiyat berilgan. Chunki hatto eng texnologik muhitda ham inson nafas rostlashi kerak. Arxitektura va injiniring binosining ichki hovlisida nafaqat go'zal landshaft, balki amfiteatr joylashgan bo'lib, bu yerda tadbirlar o'tkazish va rekreatsion zona sifatida ishlatiladi. Taqdimotlar, munozaralar va xalqaro ma'ruzalar uchun maxsus joy. 250 kishilik konferensiya zallari esa o'z g'oyalari va loyihalarini dunyoga taqdim etishga tayyorlar uchun. Ana endi yangi kampusimizning yuragi hisoblangan Student Center bilan tanishtiraman. 23 ming kvadrat yangi imkoniyatlar maydoni. 1000 kishilik asosiy konferensiyalar zali, 100 mingdan ortiq kitobga ega zamonaviy kutubxona, 500 kvadrat metrlik coworking maydoni, karyera markazi, media markaz, 25 ta startup zonasi, 600 o'rinli kafeteriya. Bu makon ta'limning tabiiy davomi, chunki haqiqiy universitet hayoti auditoriyalardan tashqarida boshlanadi. Talaba bu yerda butun kunni samarali o'tkazishi mumkin. O'qish, jamoa bilan ishlash, startup yaratish, media kontent ishlab chiqish, uchrashuvlar va dam olish. Eng muhim prinsip, makon nafaqat chiroyli, balki qulay va inson uchun mos bo'lishi kerak. Korpuslar orasida biologik hovuz, favvora, keng xiyobonlar va ochiq jamoat hududlari joylashadi. O'rta Osiyoda yagona o'z tabiiy ko'liga ega bo'lgan kampus landshafti bilan ajralib turadi. Ko'lning atrofida keng yo'laklar, dam olish zonalari va sport bilan shug'ullanish uchun barcha sharoit yaratilgan bo'ladi. Bu yerda piyoda yurish, velosipedda harakatlanish, do'stlar bilan uchrashish yoki shunchaki dam olish mumkin. Turli darajadagi terrasalar kampus manzarasini ochadi va o'quv muhitining davomiga aylanadi. Ochiq amfiteatr, yashil maydonlar, sport va dam olish zonalari, kafelar, restoranlar bularning barchasi zamonaviy va qulay muhit yaratadi. Talabaga kerak bo'lgan hamma narsa bir necha daqiqa masofada. Bu yerda arxitektura shunchaki fon emas, u ta'lim jarayonining bir qismiga aylanadi.
Zamonaviy kampus faqat talabalarning sig'diribgina qolmasligi kerak. U ularga yaxshiroq o'qish, kengroq fikrlash va erkin muloqot qilishga yordam berishi kerak. Muhit insonning xulqi, odatlari, diqqat darajasi va muloqot sifatini shakllantiradi. Shuning uchun kampus bu infratuzilma emas, balki rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi makon. Umuman olganda bu 45 gektarlik yangi universitet shaharchasi. 250 million dollardan ortiq investitsiya. Bu Markaziy Osiyo tarixidagi eng yirik ta'lim loyihalaridan biri. Ammo bu biz uchun shunchaki qurilish emas. Bu missiya. Bu CEUni tanlagan har bir talaba oldidagi va'damiz. Siz o'z orzularingizga mos makonga loyiqsiz. Siz o'qish bilan birga yashash, yaratish, rivojlanish va kelajak qurish mumkin bo'lgan universitetga loyiqsiz. Bu makon g'oyalar kabi ilhomlantiradigan joy. Yangi kampusga, kelajakka, Central Region University'ga xush kelibsiz.